Direct unga savol yuborishgan ekan bir ikkita stomatologlar. Jag'ichligi silikondan mo'st qilsa bo'ladimi, sinib ketib qolmaydimi deyishyapti. Qilsa bo'ladi. Mana ish ko'rasidan 4, 5, 8 chaqirgan, 6 bilan 7 yo'q. Uning uchun iloji bo'lsa shu silikon emas, nanosinali silikon qilish kerak. Karkasini HD toshdan qilib turib, uning ustiga keyin prozrachniy massalar berilsa, mana shunaqa chiqadi. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi HD toshi, HD silikon toshi megapaskal baland bo'ladi. 1200-1400 bo'ladi. 3D ga nisbatan bahonaroq. Mana nanosinalari tishga qo'shilib steramis bo'ladi. Shunda jag'iga moslashishi yaxshi bo'ladi, adaptatsiya bo'ladi. 3D toshlar ham chiqqan bo'ldi. 3D toshlar mana shu teg qismlari HD ga o'xshab megapaskal baland bo'ladi, tepalari megapaskal sal kamroq bo'ladi.